Xo'p, variable nima? Variables o'zgaruvchi. Ya'ni biz hayotda ham turli narsalar bor. Masalan, telefon, kompyuter, kiyim va hokazo. Xuddi shunday narsalar bor. Dasturlashda ham mana integer sonlar, string, ya'ni ism yoki nimadirlar saqlash uchun har xil ma'lumot turlari bor. Oddiy to'g'ri yoki noto'g'ri degan narsa uchun boolean. Ya'ni masalan, kitob saqlash uchun jamo olamiz. Kiyim saqlash uchun shkaf olamiz. Kompyuterni olib yetish uchun sumka olamiz. Uzoq masofaga borgan mashina olamiz. Doimiy yashagan uy olamiz. Xuddi shunaqa narsa. Dasturlash tillarida ham xuddi shunaqa variablelar bor. Ya'ni berilgan ma'lumotlarni saqlash. Masalan, biz yashash uchun uy olsak, bu ham masalan sonni saqlash uchun integer degan ma'lumotlardan foydalanadi. Kimdir ismini saqlab qolmoqchi bo'lsa, string ma'lumotlaridan foydalanadi. Xuddi shunday qilib ma'lumot saqlaydi. Kelinglar, ozgina o'rganib ko'raylik. X teng 5. Bu integer. Y teng John deyapti. Bu string. Kelinglar, buni paychamga yozib ko'ramiz. A barobar 10 deganimizda biz A ni integer tipida yaratdik. Print A. Mana 10. Hayotimizda ham sonlarni ko'paytirish mumkin yoki bo'lish mumkin. Mana 5. Ayirish mumkin. Xuddi sonni nima qilish mumkin bo'lsa, dasturlashda ham xuddi shunday narsa qilish mumkin. Keyin mana name. Name masalan Azamjon desak, mana buni ham prosta ekranga chiqishi mumkin. Print name. Mana son chiqib keladi. Ikkita so'zni bir-biriga qo'shish mumkin. Masalan, mana surname deydigan bo'lsak, familiya. Xo'p, Alijonov degan bo'lsak, mana name plus surname deydigan bo'lsak, mana ikkalasini qo'shib Azamjon Alijonov. Xo'p, xuddi shu shaklda davom etish mumkin. Examplelar beryapti. Hokazo casting. Ya'ni bir turdan ikkinchi turga o'tkazish. Bu ham hozircha muhim emas. Keyin type degan funksiya bor. Shu bilan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana pastda print hop, ichiga type deb yozamiz va qavsda ichiga mana o'zgaruvchi nomini yozamiz. Mana name deb yozadigan bo'lsak, mana print type name. Mana bu name degan o'zgaruvchimizda turi qanaqaligini. Xuddi masalan, shkafni rasmga olib tashlasak, bu shkaf kitob saqlanadigan narsani berganda, bu ham hozir bizga int son saqlanadigan narsani beradi. Mana class str, ya'ni string. Bu ism saqlanadi degan ma'noda aytayapti. Masalan, oddiy a ni kiritib qo'ysam, run tugmasini bossam, mana int deyapti. Bunda faqat son saqlaysan deyapti. Xo'p, single or double quotes farqi yo'q. Boshidagi darsda ham gaplashdik. Ikkitali qo'ysak ham, bittali qo'ysak ham umuman farqi yo'q. Case sensitive degani o'zi katta kichik harflar haqida, sensitive degan sezgir. Masalan, mana bu kichkina a bilan katta a, masalan 25. Shuni agar case insensitive degan bo'lar edi, agar farqi bo'lmaganda, mana kichkina a ni chiqaraman, 12 chiqadi ekranga, mana 10 aytganim. Hop, katta a ni chiqaraman va 25 chiqib kelyapti. Xuddi case sensitive degan narsa xuddi shu narsa. Ya'ni kichkina a deb yozsang, katta a deb yozsang farq qiladi degan ma'noni beradi bu narsa. Xo'p, shu bilan Python variablesda birinchi mavzusi tugadi.